siz bergan va'dalarga ishongan edik, Shavkat Miromonovich. Sizning yoningizda kim islohotingizni qo'llab o'zini ko'rsatdiki, qamoqqa kirib ketdi. Toshkentda o'tkazilgan Piva festivali atrofidagi bahslar tugamasidan uni tanqid qilgan bloger Guzal Nazarqosimovaning video murojaati jamoatchilikda yana bir savolni kun tartibiga olib chiqdi. Janob prezident, iltimos, to'xtating. Norozimiz, xafamiz. Bunday qonunni buzishlariga siz jim qarab tursangiz, biz jim qarab tursak, 14 yoshli qizlarni bemalol ichib kayf qilib, erkaklarning ichida yarim yalang'och o'ynashiga to'sqinlik qilmasa-yu, ularning hijobga kirib, namoz o'qib, Qur'on o'rganishi jinoyat deb hisoblansa, bunday tuzumning 95% musulmonlarga nima keragi bor? Bloger o'z murojaatida bosimlar va tahdidlarga duch kelayotganini aytdi. Mana shu Piva festivaliga qarshi gapirganim, voyaga yetmaganlarga ichishni targ'ib qilmaylik deganim uchun hozir men yo'q bo'lib ketish arafasida ekanman. Butun xalq buni istamayotganligini men izohlardan o'qib bildim. Millionlagan xalqlar izoh qoldirdi. Haqiqatdan ham bu noto'g'ri. Bunday ishlar noto'g'ri, millatni ertasini yo'q qilib yuboradi. Biz hech qachon fohishalikning orqasidan pivo ichib yoki bo'lmasam onlayn qimor o'ynab rivojlanib qolmaymiz. Biz sizga ishongan edik. Gapirishdan oldin siz bergan va'dalarga ishongan edik, Shavkat Miromonovich. Sizning yoningizda kim islohotingizni qo'llab o'zini ko'rsatdiki, qamoqqa kirib ketdi. Eng qizig'i shundaki, muammo aytib chiqilsa, muammoni hal qilishni o'rniga muammoni olib chiqqan fuqaroni hal qilishga kirishiladi. Bunda davlat xalq uchun xizmat qilishi kerak bo'lgan tizim ekanini unutib qo'yadi. Tanqid eshitgan rahbarning birinchi reaksiyasi muammoni hal qilish emas, balki tanqidchini hal qilish bo'lib qolsa, bu hech qachon kuchli davlat belgisi bo'lmaydi. Chunki kuchli davlat tanqiddan qo'rqmaydi, aksincha undan xulosa chiqaradi. Yaqinda sobiq deputat Rasul Kusherbayev ham sud tizimi haqida tanqidiy fikrlarni bildirib chiqdi. Uyg'oning, hurmatli prokurorlar, o'zingiz ishingiz bilan shug'ullaning. Qo'ying endi. Siz qaysidir ijro hokimiyatining rahbarini qul emassiz-ku. Siz qonunni teng qo'llanishini nima tarafdori bo'lishingiz kerak. Savol bering o'zingizga. Oxirgi vaqtda kimni haqqini, oddiy bir odamni bir kattakondan himoya qilib, haqqini himoya qilib turib berdingiz? Qaysi fermerni, qaysi dehqonni yoki qaysi bir oddiy insonni haqqini ana zo'ravonlik qilayotgan bir amaldordan himoya qilib turib berdingiz? Bormi o'zi shunaqa ishingiz? Zakazga ishlab yotibdi juda ko'pchiligi. Yo'q joydan jinoyat ishlarini uyushtirib, tiqib, bosim qilish bilan shug'ullanyapti. Bunaqada yurt kelajagi bo'ladimi? Bu fikrlar ham jamoatchilikda keng muhokama qilindi. Agar odamlarda sud haqiqatan ham faqat qonunga emas, buyruqqa qarab qaror chiqaradi degan tasavvur paydo bo'lsa, bu eng avvalo davlatning o'zi uchun xavfli holatdir. Chunki adolatga ishonch yo'qolgan joyda qonun ham o'z ta'sirini yo'qota boshlaydi. Tarix bir haqiqatni qayta isbotlagan. Davlatlarni tashqi dushman emas, ko'pincha o'z xalqining ishonchini yo'qotishi qulatgan. Masalan, 2011-yil Tunisda oddiy savdogar Muhammad Bouazizining o'zini yoqib yuborishi nafaqat mamlakatda, balki butun arab diyorlari bo'ylab noroziliklarni boshlab berdi. Tunisda prezident mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. Misrda Husni Muborak yiqitildi. Suriyada Bashar Asad rejimi qulatildi. Liviyada Muammar Qaddofi xalq tomonidan urib o'ldirildi. Bu voqealarning har biri turlicha sabablarga ega edi. Ammo ularni birlashtirib turgan umumiy qonuniyat bor. Xalq g'azablansa, davlatning eng mustahkam ko'ringan ustunlari ham larzaga keladi. Eng katta xato xalqning sukutini rozilik deb o'ylashdir. Bu sukut xalqning qo'rqoqligidan emas, aksincha, aksariyat insonlar tinchlikni, barqarorlikni va qonuniy yo'l bilan islohot bo'lishini xohlaydi. Ular rahbarlariga ma'lum darajada ishonadi, sabr qiladi. Ammo sabrning ham chegarasi bo'ladi. Tarix aynan shu haqiqatni qayta yozgan. Uni o'qish yoki yana bir bor boshdan kechirish esa har bir davlatning o'z tanlovidir.